O'zida kuchli shaxsiyat va xarizmani rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun top 3 ta film. 3-o'rindagi film Qirol gapiryapti. Filmda omma qarshisiga chiqib gapirishdan qo'rqadigan va duduqlanadigan qirolning ishonch bilan ravon nutq so'zlashigacha bo'lgan hayot yo'li ko'rsatiladi. Ayolining qo'llab-quvvatlashi, to'g'ri ustoz topishi, o'z ustida tinimsiz ishlab mehnat qilishi, qo'rquv bilan kurashishi uni omma qarshisida ishonch bilan nutq so'zlay oladigan haqiqiy qirolga aylantiradi. Bu film insonda jur'atli bo'lishni shakllantiradi. Ikkinchi o'rin Mingta so'z. Aynan mana shu film sevimli filmlarimdan biri. Albatta ko'ring. Ushbu film insonni so'zning qadri, jim turishdagi kuch va gapdan ko'ra amal muhimligi haqida o'ylashga majbur qiladi. Birinchi o'rin esa Baxt izlab filmi. Aynan ushbu filmga ta'rifni siz berasiz. Bu filmni albatta ko'ring va xulosangizni izohlarda bo'lishing. Agar siz ham nutqingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, profilim biosidagi link orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling. U yerda nutqni rivojlantirishga qaratilgan yaxshigina ma'lumotlarni joylab boraman.